Bugungi mavzumiz matrisalar ustidanmalar. Bir xil uzunlikdagi enta satrdan yoki bir xil uzunlikdagi enta ustundan iborat bo'lgan to'rtburchakli sonlar jadvaliga matrisa deb ataladi. Matrisani quyidagicha yozish mumkin. A1 A2 oxirida A1 A2 A2 oxirida A2 oxirida AM1 AM2 oxirida AMN. Mana shu ko'rinishda matrisani yozish. Bu yerda demak bir xil uzunlikdagi enta satr yoki bir xil uzunlikdagi enta ustundan iborat bo'lgan to'rtburchakli sonlar jadvaliga demak matrisa deb ataladi. Buni qisqacha quyidagicha yozish mumkin. A matrisa I birdan engacha qiymat qabul qiladi, ya'ni I bu satr nomerini bildiradi. Indeks satr nomerini bildiradi. J indeksimiz birdan engacha qiymat qabul qiladi, ya'ni 1 2 3 n qiymat bo'ladi. Bu J indeksimiz demak ustun nomerini bildiradi. Ustun nomer. A matrisani Mn o'lchamli matrisa ham deb ataladi. A matrisani Mn o'lchamli va quyidagicha yozilgan A matrisa Mn o'lchamli. Ya'ni enta satr, enta ustundan iborat bo'lgan matrisa deb qarash mumkin. Ana endi matrisalarni mana shu tashkil qilgan har bir son ayijli sonlar matrisaning elementlari deb ataladi. Matrisaning chap burchagidan tushirilgan diagonal uning bosh diagonali deb ataladi. O'ng burchagidan tushirilgan diagonal yordamchi diagonal deb ataladi. Mana shunday qilib matrisamiz asosan jadval ekan, to'rtburchakli enta satrdan va enta ustundan iborat bo'lgan. Endi ikkita matrisa bir-biriga qachon teng bo'ladi? Agarda A va B matrisalar bir xil o'lchamli bo'lib, mana shu ikkita A va B matrisalar bir xil o'lchamli bo'lib, mos elementlari teng bo'lsa, ya'ni A I B I teng birdan M'gacha, J teng birdan M'gacha. Bir xil o'lchamli bo'lib, mos elementlari teng bo'lsa, u holda bu ikkita matrisa o'zaro teng matrisa deb ataladi va A teng B matrisa deb yoziladi. Matrisada satrlar soni ustunlar soniga teng bo'lsa, u holda bu matrisa kvadrat matrisa deb ataladi. Ya'ni satrlar soni ustunlar soniga teng bo'lganda. Bunday holda matrisa M ga n o'lchamli matrisa yoki n'inchi tartibli matrisa deb ataladi. Endi agar kvadrat matrisada bosh diagonalda yotuvchi elementlari noldan farqli bo'lib, qolgan barcha elementlari nollardan iborat bo'lsa, bunday matrisa diagonal matrisa deb ataladi. Bosh diagonaldagi barcha elementlari birlardan iborat bo'lgan diagonal matrisa birlik matrisa deb ataladi. Va birlik matrisa Y harfi bilan belgilanadi. Masalan, 3-tartibli birlik matrisaning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. 1 0 0 0 1 0 0 0 bosh diagonal matrisadagi bosh diagonaldagi elementlar birlardan iborat bo'lgan diagonal matrisa demak birlik matrisa deb ataladi. Masalan, enga n o'lchamli birlik matrisani yozadigan bo'lsak, buni quyidagicha yozish mumkin. 1 0 0 0 0 1 0 va orada 0 0 0 Bu enga en o'lchamli
birlik matritsani beradi. Ana endi yana matrisaning turlaridan biri uchburchakli matritsa tushunchasi bor. Uchburchakli matritsa qanday ko'rinishda matrisa bo'ladi? Kvadrat matritsada bosh diagonaldan bir tomonda yotuvchi elementlari nollardan iborat bo'lgan matritsa uchburchakli matritsa deb ataladi. Mana misol keltirishimiz mumkin. 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 1. Mana bosh diagonaldan pastki quyi qismida nollardan qolgan elementlar nollardan farqli bo'lgan matritsa bo'ladi. Bunday turdagi matritsalar uchburchakli matritsa deyiladi. Yoki mana bu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. 2, 0, 0, 3, 4, 0, 5, 1, 6. Bunday ko'rinishdagi matritsa ham uchburchakli. Ya'ni bosh diagonaldan yuqori qismidagi elementlari nollardan iborat bo'ladi. Bunday ko'rinishdagi matritsa ham uchburchakli matritsa deb ataladi. Endi barcha elementlari nollardan iborat bo'lgan matritsa nol matritsa deb ataladi. Va bu O harfi bilan belgilanadi. O harfi bilan. Demak, barcha elementlari nollardan iborat bo'lgan matritsa. Ana ko'rinishdagi matritsa bo'ladi. Endi matritsalarni hisoblashda nol matritsa bilan birlik matritsa arifmetikadagi 0 va 1 vazifasini bajaradi. Bitta ustundan yoki bitta satrdan tashkil topgan matritsa vektor deb ataladi. Bitta ustundan yoki bitta satrdan iborat bo'lgan matritsa vektor deb ataladi. Ularning ko'rinishi mana quyidagicha. A matritsa bitta ustundan iborat bo'lyapti. Mana A1, A2, hokazo A M. Yoki B matritsamiz B1, B2, hokazo B2. Mana shu bitta satrdan yoki bitta ustundan yoki bitta satrdan iborat bo'lgan matritsa mana bunday ko'rinishdagi matritsa vektor deb ataladi. Endi berilgan matritsaning satrlarini mos ravishda, ya'ni ustun qilib yozishdan hosil bo'lgan matritsa berilgan matritsaga transformerlangan matritsa deb ataladi. Va bu A matritsaga transformerlangan matritsa demak A darajasi T harfi bilan beriladi. Mana misol keltiradigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4. Mana shu matritsaga transformerlangan matritsa quyidagi ko'rinishda bo'ladi. 1, 2, 3, 4. Ya'ni satrlarni mos ravishda ustun qilib yozish hosil bo'lgan matritsa berilgan A matritsaga nima transformerlangan matritsa hisoblanadi. Ana yana bitta misol keltirishimiz mumkin. Masalan, A matritsa ustun matritsa bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan demak bunda transformerlangan matritsamiz yo'q. Ana bunday ko'rinishda oladi. Endi matritsalar ustida qo'shish va ayirish amallari bir xil o'lchamli matritsalar uchun kiritilgan. Ikkita mn o'lchamli bir xil o'lchamli A va B matritsalarning yig'indisi deb mana A mn o'lchamli A va B mn o'lchamli mana shu matritsalarning yig'indisi deb elementlari quyidagi tenglik bilan aniqlanadigan S matritsaga aytiladi. S bu yerda I demak birdan n'gacha qiymat qabul qiladi. J'miz birdan n'gacha qiymat. Va bu quyidagicha yoziladi. S barobar A. Demak, qo'shish va ayirish amallari bir xil o'lchamli matritsalar uchun kiritilgan ekan. Ayirish ham xuddi shunday bo'ladi. Ana endi mana shunga misol keltiradigan bo'lsak,
5, 6 plus 3 minus 2, 3 minus 5, minus 1, 4. Berilgan ikkala matrisalar bir xil o'lchamli, ya'ni 2 ga 3 o'lchamli, ikkita satr, 3 ta ustundan iborat bo'lgan matrisa. Bu matrisalar qo'shilganda mos elementlar qo'shiladi. Demak, birinchi satr bilan birinchi ustun kesishgan joydagi element ikkinchi matrisaning ham birinchi satr, birinchi ustun kesishgan joyda turgan element yig'ini hisoblanadi. Demak, 5 0 minus 1 demak 2 0 6 ga 4. Ana shunday qilib yig'imiz topiladi. Ayirmasi xuddi shunday mos elementlari ayriladi. Endi matrisani songa ko'paytirish amali bor. A matritsa berilgan bo'lishimizga m o'lchamli A iyildi. Ana shu matrisani biron bir k songa ko'paytmasi deb shunday bir matrisaga aytiladi. Elementlari iyildi. K ko'paygan A iyildi. Elementlar mana shu tenglik bilan aniqlanadigan bir matrisaga aytiladi. Ko'paytmasi. Bir iyildi. Bu yerda i bilan demak birdan n'gacha qiymat, birdan n'gacha. Ya'ni matrisani songa ko'paytirish deganda, sodda til bilan aytganda, har bir elementni mana shu k haqiqiy songa ko'paytiriladi. Mana misol qaraymiz. A matrisamiz bizga berilgan mana 0 3 4 2 5 va k 2 bo'lsin. Mana shu matrisani, demak, A matrisani k ga ko'paytmasini qaraymiz. K ni bu yerdan 2 bo'ladi. Yoki to'g'ridan to'g'ri yozish mumkin. K ko'paygan A va 2 ko'paygan A matrisidir. Va 2 ko'paytirilgan A matrisani ko'chiradigan bo'lsak, 0 3 minus 1 4 2 5. Demak, har bir elementni mana 2 ga ko'paytirib yozib chiqamiz. Demak, 2 0 minus 2 4 6 8 10. Demak, matrisani songa ko'paytirish amali deganda, demak, mana shu matrisaning har bir elementi shu songa ko'paytirishdan iborat bo'ladi. Endi matrisalarni qo'shish va songa ko'paytirish amallari uchun quyidagi xossalar o'rin. Birinchisi A plus B matrisani elimizda B plus A matrisaga teng. Ikkinchisi masalan guruhlash xossasi B plus S demak A plus B plus S. Uchinchisi A matrisaga 0 matrisani qo'shsak, yana A matrisa hosil bo'ladi. To'rtinchisi A matrisadan A matrisani ayirsak, demak 0 matrisa. Beshinchi xossasi demak 1ni A matrisaga ko'paytirsak, o'zi. Oltinchi xossasi demak alfa ko'paytirilgan A plus B matrisani demak har birini ana shu matrisalarga ko'paytirib qo'shsak bo'ladi. Yettinchi xossa demak alfa plus beta matrisalar yig'indisini A matrisaga ko'paytmasi, demak har birini A matrisaga ko'paytirib qo'shsak bo'ladi. Va oxirgi xossasi alfa ko'paygan beta bilan A. Buni yozish mumkin. Alfa ko'paygan beta ko'paygan A matrisa. Bu yerda demak mana shu xossalarni hammasida A, B, C lar demak matrisalar, alfa, betalar esa haqiqiy sonlar hisoblanadi. Endi matrisalar ustida elementar almashtirishlarni qaraymiz. Matrisalar ustida elementar almashtirish deganda qanday tushunchalar topiladi qaraladi. Matrisalar ustida elementar almashtirishlar.
Matrisalar ustida elementar almashtirishlarga quyidagi amallar kiradi. Birinchisi, matrisaning ixtiyoriy ikkita parallel qatorini joylarini almashtirish mumkin. Qator deganda matrisaning satr va ustunni bitta so'z bilan qator deb ketiladi. Mana misol keltiraman. A matrisa 2 3 4 5 7 8. Mana shu ixtiyoriy ikkita qatorini parallel qatorini joyini almashtirish mumkin deb. Mana joyini almashtirishdan bosib birinchi ustun bilan ikkinchi ustunni joyini almashtirish mumkin. 4 5 2 3 7 8. Mana shu amal demak elementar almashtirishga kiradi. Ya'ni ikkita ixtiyoriy parallel qatorini joyini almashtirish. Hozir biz birinchi bilan ikkinchi ustun almashtiramiz. Xohlasak bir bilan uchinchi ustunni joyini almashtirishimiz mumkin yoki birinchi satr bilan ikkinchi satr ustunni almashtirish mumkin. Bu nima elementar almashtirishga kiradi. Ikkinchisi, matrisaning biron bir qator elementlarini noldan farqli songa ko'paytirish mumkin. Mana masalan S matrisa oladigan bo'lsak 5 1 4 5. Mana shu matrisaning biron bir qator elementlarini noldan farqli songa ko'paytirish mumkin. Masalan birinchi satrini 2 ga ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Mana S D matrisa deylik. D matrisa nima? 18 1 5. Birinchi satrini 2 ga ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Mana shu ham nima? S matrisi ustida elementar almashtirish kiritilgan hisoblanadi. Elementar almashtirish deganda demak yana bir tushuncha, mana shu biron bir qator elementlarni noldan farqli songa ko'paytirish mumkin. Yana bitta elementar almashtirish matrisaning biron bir qator elementlarini biron bir songa ko'paytirib, unga parallel bo'lgan boshqa qator elementlariga qo'shish mumkin. Masalan, A matrisa oladigan bo'lsangiz, -1 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana shu matrisa berilgan, uning biron bir qator elementlarini biron bir songa ko'paytirib, unga parallel bo'lgan boshqa qator elementlariga qo'shish mumkin. Masalan, birinchi ustunni 2 ga ko'paytirib, uchinchi ustunga qo'shish mumkin. H matrisa deydi. Demak, -1 5 8 3 6 9 o'zi. Demak, 2 ga ko'paytirsak -2, 4 qo'shsak -2, 10 17 bo'ladi. 16 ga 10 26 bo'ladi. Demak, mana shu amallar matrisalar ustida elementar almashtirishlarga kiradi. Ya'ni ixtiyoriy bir qator elementlarini biron bir songa ko'paytirib, unga parallel bo'lgan qator elementlarga qo'shish mumkin. Bu yerda hozir biz birinchi ustunni 2 ga ko'paytirib, uchinchi ustunga qo'shdik. Lekin birinchi satrni 2 ga ko'paytirib, uchinchi satrga ham qo'shish mumkin. Yoki ikkinchi satrni -1 ga ko'paytirib, uchinchi satrga ham qo'shish mumkin. Bu ham nima? Elementar almashtirishga kiraveradi. Mana shu biron bir matrisa oldingi matrisaga elementar almashtirish natijasida hosil qilinsa, bunday matrisalar ekvivalent matrisalar deb ataladi. Masalan, A matrisa bilan B matrisa bir yerda ekvivalent matrisa hisoblanadi. Chunki A matrisa ustida elementar almashtirish yordamida B matrisa hosil qilinadi. O'zaro ekvivalent matrisalar mana belgi orqali belgilanadi. Bu A matrisa B matrisaga ekvivalent ekanligi bildiruvchi belgi hisoblanadi. Ya'ni biron bir matrisa ustida elementar almashtirish yordamida ikkinchi matrisa hosil qilinsa, bu matrisalar nima? O'zaro ekvivalent matrisalar deb ataladi. Endi mana shu bu yerda S matrisa D matrisaga ekvivalent deb olish mumkin. Ekvivalent D matrisa. Bu yerda elementar almashtirish qanday hosil bo'ladi? Birinchi satrni nima? Noldan farqli songa ko'paytirib yozib chiqdik. Hosil bo'lgan matrisa o'zaro ekvivalent hisoblanadi. Bu yerda A matrisa H matrisaga ekvivalent deb olish mumkin. Mana shu ekvivalentlik yozilishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ana endi har qanday matrisani elementar almashtirishlar yordamida bosh diagonalda bir nechta birlardan qolgan barcha elementlari nollardan iborat bo'lgan ko'rinishdagi matrisaga keltirish mumkin.
yana qaytarib aytaman. Har qanday matrizani uning ustida elementar almashtirishlar yordamida bosh diagonalda bir nechta birlardan iborat, qolgan barcha elementlarni nollardan iborat bo'lgan ko'rinishdagi matrisaga keltirish mumkin. Bunday matrisalar kanonik matrisa deyiladi. Masalan, kanonik matrisa quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Demak, mana shu matrisamiz kanonik ko'rinishdagi matrisa. Ya'ni bosh diagonalda bu yerda 3 ta bitta nol bo'ladi, qolgan barcha elementlari nollardan iborat bo'ladi. Mana shunday ko'rinishdagi matrisa nima? Kanonik matrisa deb ataladi. Demak, har qanday matrisani uning ustidagi elementar almashtirishlar yordamida mana shunday ko'rinishdagi matrisaga keltirish mumkin. Endi matrisaga ko'paytirish amalini qaraymiz. Ya'ni matrisalarni ko'paytirish. Matrisalarni ko'paytirish. Matrisaga ko'paytirish amali birinchi matrisaning ustunlar soni ikkinchi matrisaning satrlar soni teng bo'lgan holdagina kiritilgan. Ya'ni bunday matrisalar moslashtirilgan matrisalar ham deb ataladi. Ya'ni A ni bo'lgan ko'paytirish uchun A matrisaning ustunlar soni bu matrisaning satrlar soniga teng bo'lishi kerak. A mana n o'lchamli matrisa bizga berilgan A ning b n p o'lchamli matrisaga ko'paytmasi. B k ko'paytmasi deb shunday s m p s i k matrisaga aytiladi. Uning elementlari quyidagi formula bilan aniqlanadi. S i k bu demak A i b ko'paytirilgan b k plus A i 2 b 2 k plus hokazo plus A i n b n k. Bu yerda i birdan n-gacha qabul qiladi, j kamiz birdan qo'llash. Demak, n o'lchamli A matrisaning va n p o'lchamli b matrisa. Bu yerda qarang, ustunlar soni n ta, bu yerda satrlar soni n ta bo'ladi. Mana shu holdagina nima ko'paytirish mumkin A ni bu matrisaga va hosil bo'lgan matrisamiz n p o'lchamli matrisa hosil bo'ladi. Va uning elementlari quyidagi formula bilan aniqlanadi. Boshqacha aytganda, S matrisaning inchi I K mana shu elementi qanday hosil bo'linadi? A matrisaning inchi satri elementlari mos ravishda B matrisaning kayinchi ustun elementlariga ko'paytirilib yig'indisi olinadi. Buni sxematik ravishda quyidagicha nima ko'rsatish mumkin? İnç satır elementleri A matrisaning B matrisaning birinchi ustun elementlari. Ana bu element inch satırning birinchi elementi kayinchi ustunning birinchi elementiga ko'paytiriladi. Bu ikinci element kayinchi ustuning demak ikkinchi elementiga mos ravishda uchinchi elementi inch satrning kayinchi ustuning uchinchi elementiga ko'paytirib yig'indisi olinadi. Mana shunday qilib
matritsani matrisaga ko'paytirish mumkin. Qachonki birinchi matritsani o'sha ko'paytirmadagi birinchi matrisaning ustunlar soni ikkinchi matrisaning satrlar soniga teng bo'lsa. Mana misol qaraymiz. A matritsa 1 3 2 1 0 B matritsamiz 1 3 1 2. Mana A matritsamiz nechiga tech o'lcham? 2 ga 3 o'lchamli matritsa bo'lyapti. 2 ta satr, 3 ta ustundan iborat bo'lgan. Bu B matritsamiz kvadrat matritsa 2 ga 2 bo'lyapti. A ni B ga ko'paytirish mumkin emas. Sababi bu yerda A ning ustunlar soni 3 ta va matrisaning satrlar soni 2 ta. Ya'ni mana bu 3 2 ga teng emas. Demak, bunda A ni B ga ko'paytirib bo'lmaydi. Lekin buni A ga ko'paytirib bo'ladi. Bu yerda B matrisaning ustunlar soni 2 ta, A matrisaning satrlar soni 2 ta. Bir-biriga tenglik bajaradi. Ya'ni ko'paytirish qoidasi bajariladi. Buni A matrisaga endi ko'paytiramiz. B matrisani A matrisaga ko'paytmasini qarashtiramiz. Ana B ko'paytirilgan A matrisaga oladigan bo'lsak, 1 3 2 ko'paytmadi demak 1 3 2 1 0. Ko'paytirish qanday amalga oshiriladi? Birinchi satr elementlari mos ravishda birinchi ustun elementlariga 1 ga ko'paytiriladi, 3 ga ko'paytirib qo'shiladi. 1 ko'paytirilgan 1, 3 ko'paytirilgan 3. 1 endi 2 ga plus 3 1 ga ko'paytiriladi. Demak, 1 ga plus 3 0. Xuddi shunday 1 endi ikkinchi satr elementlari mos ravishda birinchi, ikkinchi, uchinchi ustun elementlari ko'paytirib degan misolda. 1 ko'paytirilgan 1 plus 2 ko'paytirilgan 3. 1 ko'paytirilgan 2 plus 2 ko'paytirilgan 1. 1 ko'paytirilgan 1 plus 2 ko'paytirilgan 0. Mana. Endi qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, ko'paytirib quyidagi matrisani hal qilamiz. Demak, 10 bu 5 bu demak 1 ga teng. Bu 2 bo'lyapti, bu 4 bu 1 bo'lyapti. Mana A ni B ga, buni A ga ko'paytmasi hosil bo'ldi. Endi o'lcham qanaqa bo'lyapti? B 2 ga 2 o'lchamli matrisa edi, A matrisamiz 2 ga 3 o'lchamli. Hosil bo'ldi S matrisa deb oladigan bo'lsangiz, S matrisamiz 2 ga 3 o'lchamli matrisa hosil bo'ldi. Mana shunday qilib matrisani matrisaga ko'paytirishda, demak, birinchi matrisaning ustunlar soni ikkinchi matrisaning, ya'ni ko'paytirish matrisaning satrlar soniga teng bo'lganligini bajarish mumkin ekan. Endi agar ikkita bir xil tartibda kvadrat matrisalar berilgan bo'lsa, A va B matrisalar bir xil tartibda kvadrat matrisalar bo'lsa, u vaqtda hamma ularni nima ko'paytmasini topish mumkin. A ni B ga yoki buni A ga ko'paytmasini hisoblash mumkin. Ko'rsatish mumkinki, A matrisani birlik matrisaga yoki birlik matrisani A matrisaga ko'paytmasi A matrisani beradi. Bu yerda A kvadrat matrisa, Y birlik matrisa. Demak, kvadrat matrisani birlik matrisaga ko'paytirsak, birlik matrisa ham kvadrat matrisa bo'ladi. Ko'paytmasi ham A matrisani beradi. Shu bugungi darsimiz shu bilan tamom. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz.